Nega O'zbekistonda to'ylar juda katta va muhim hisoblanadi? Bu shunchaki bayram emas. O'zbekistonda o'rtacha to'yga 200 dan 500 kishigacha chaqiriladi. Ba'zi katta to'ylarda bu raqam 1000 nafardan ham oshadi. To'ylar ko'pincha 2-3 kun davom etadi. Nishon, fotiha va asosiy to'y. Sabablardan biri oila va qarindoshlik tizimi juda kuchli. Bitta to'yda 20 ta 30 ta qarindosh oilalar ishtirok etadi. Ko'pchilik uchun bu jamiyat oldida hurmat va obro' belgisi bo'lgan. Yana bir muhim jihat an'ana. To'y qilish O'zbekistonda uzoq yillar davomida qarz bo'lsa ham qilinadi degan tushuncha bilan bog'liq bo'lgan. O'rtacha to'y xarajatlari 50 milliondan 200 million so'mgacha yetishi mumkin. Ba'zi hollarda bu undan ham ancha baland. Lekin hozir vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. Ko'p yoshlar endi katta qarz olib to'y qilishdan ko'ra kichik va sodda marosimlarni tanlashyapti. Chunki ular uzoq yillik qarz oilaviy barqarorlikka ta'sir qilishini tushunyapti. Pulli bo'lsa ko'proq uy, ta'lim yoki biznes kabi foydali yo'nalishlarga yo'llantirishyapti. Ya'ni aslida o'zbek to'ylari qadimda obro' belgisi bo'lgan. Hozir bo'lsa asta-sekin tanlov va moliyaviy ong masalasiga aylanib boryapti. Siz qaysi yo'l to'g'ri deb o'ylaysiz?